Yoshlar oyligi doirasida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Farg'ona viloyati kengashi tashabbusi bilan viloyatdagi kuch tuzilmalari harbiy xizmatchi va xodimlari o'rtasida quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi tashkil etildi. Tanlovda Milliy gvardiya Farg'ona viloyati boshqarmasining jasorat jamoasi, viloyat bojxona boshqarmasining bojxonachilar jamoasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismning so'q o'g'lonlari jamoasi ishtirok etdi. Ko'rik tanlov 3 ta shart asosida tashkil etilib, unda jamoalarning ijodiy salohiyati, hozirjavobligi, bilim va tafakkuri sinovdan o'tkazildi. Xususan, yigit kishiga 40 hunar oz shartida ishtirokchilar o'z iste'dod va mahoratlarini namoyish etgan bo'lsa, hakamlar bilan savol-javob bosqichida ularning zukkoligi va topqirligi baholandi. Mardlar qo'riqlaydi vatanni sharti esa harbiy xizmat sharafi, vatanga sadoqat va yurt tinchligi g'oyalarini o'zida mujassam etdi. Birinchi shartimiz yigit kishiga 40 hunar oz shiori ostida bo'ldi. Bu So'x chegara qo'llash brigadasi bilan, o'z terma jamoamiz bilan shunga tayyorlab keldik. Yigit kishiga 40 hunar oz deganda nima? Yigit kishiga faqat kuch emas, faqat bilim emas, balki hunar, intizom, tashabbus, sport, kitobxonlik va vatanga sadoqat talab etiladi albatta. Va bugun biz yoshlarimiz bilan, harbiy qismimizda bo'layotgan yoshlar bilan ishlash, ularga yaratilayotgan imkoniyat, uyg'unligi orqali sahna ko'rish, namoyish etib berishga harakat qildik. Bugungi QVZ musobaqasidan birinchi o'rinni egallab ketamiz degan umiddaman. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlar yakunida hakamlar hay'ati tomonidan g'oliblar aniqlandi. Tanlovda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismning so'q o'g'lonlari jamoasi eng yuqori natijani qayd etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib va ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar.